Obod mahallalar yurtimiz ko'zgusi. Ha, obodlik ko'ngildan, ko'ngilni olishda qilgan ishlarimiz natijasi va xalq roziligidan boshlanadi. Obod so'zini eshitganimizda ko'z o'ngimizda orasta ko'chalar, to'kinu to'kis hayot, saramjon sarishta maskanlar, lo'ndagina aytganda o'zbekona qadriyatlarimiz birma-bir namoyon bo'ladi. Obodlik ruhi ayniqsa ko'klam chog'i qo'r oladi. Hovlilardagi sarishtalik mahalla bo'ylab keng quloch yozib, xalq hashariga aylanib ketadi. Obod mahalla shubhasiz sarishta ko'cha va xonadondan boshlanadi. Davlatimiz rahbarining ushbu masalaga ko'p bora to'xtalayotgani boisi ham shunda. Zero osoyishta ahil oilalar obod jamiyatni barpo etganidek, obod mahalla ozod va hur diyorni gullab yashnatadi. Ayni vaqtda Navbahor tumanidagi mavjud 41 ta mahallalarda ham hashar tadbirlari keng quloch yoygan. Hududning mahalla va mehnat jamoalarida tevarak atrofni tartibga keltirish, saramjon sarishta qilish, tozalash ko'lami yanada kengaygan. Obodonlashtirish jarayonida bog' va sayilgohlar, mahalla, korxona va tashkilotlar hududlarini tartibga keltirish, chiqindilarni belgilangan joyga chiqarib tashlash va ko'chalarni ta'mirlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mana Navbahor tumanimizda bugun 41 ta mahalla fuqarolar yig'ini mavjud bo'lib, ayni vaqtda tumanda obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla tamoyili asosida ishlar tizimi tashkil qilingan. Bu ya'ni tuman aholisini tomorqa madaniyatini shakllantirish, tomorqadan unumli foydalanish, yanada shu orqali o'zini daromadini kuchaytirish, obodonlashtirish ishlari, shu o'xshash bir qancha tadbirlarimiz bo'lib o'tyapti. Hozirgi kunda mana tumanda barcha mahallalarga tajribali agronomlar, tajribali dehqonlar biriktirilgan bo'lib, mahalla kesimida mana seminarlar tashkil qilinyapti. Qolaversa, mana Yashil makon aksiyasi doirasida ham tumanda bir qancha ishlar amalga oshirilayotgan bo'lib, tuman mahalla uyushmasi va 41 ta mahalla fuqarolar yig'inining jami rejasi shu yil bahor mavsumida bizning 41 ta mahalla fuqarolar yig'iniga 174 mingta ko'chatlar ekish reja qilingan bo'lib, biz bu rejani 400 mingta qilib bajarishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Shuni bugun mana jadal suratlarda olib boryapmiz. Qulupnay, poliz ekinlari, mana nimalar, pomidor, bodring, yana o'sha ko'katlar yetishtirilmoqda. Qolaversa bu ishlarimiz boshqa mahallalarda ham targ'ib qilib boryapmiz. Aholini mana shu bir parcha yerdan ham daromad olishga o'rgatish bizning asosiy maqsadimiz. Shu agar daromad ololmagan taqdirda ham o'zini mana oilasini ehtiyojlarini qondiradigan darajaga yetadigan bo'lsa ham, bu men o'ylayman har bir mana shu oila xo'jaligi uchun bir foydali bo'lsa kerak. Azaldan mahalla instituti yurtimizda hukm surayotgan tinchlik va osoyishtalikni asrash, millatlararo do'stlik va hamkorlikni ta'minlash, yoshlarni kattalarga hurmat, odamlarga g'amxo'rlik qilish, vatanga muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalash, qadriyatlarimizni e'zozlashga o'rgatish jarayonida muhim o'rin tutadi. Bugungi kunda obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish, tozalik so'zlari kundalik hayotiy ehtiyojimizga aylangan. Bu xayrli va ezgu ishlar mavsum tanlamaydi. Nuroniylar aytganidek, saramjon sarishta joyda qut, baraka, fayzu tarovat bo'ladi. Mana xalqimizni tashabbusi bilan, o'zlarini xohishi bilan mana qarang, mana shu mahallamizning raisining ishtirokida ajoyib mana bu yerda tadbirlar o'tkazilyapti. Mana sumalaklar pishyapti. Mana uylarning orqalarini qarang, tozalab. Bu azaldan buna ichga udumlar bo'lgan bizda. Azaldan bizda urf-odatlarimizdagi merosimizda bu. Hashar yaxshi bo'lyapti bu yerda. Mana xalqimizni qarang mana. Yurtimiz obod, mana prezidentimizda ham mana tashabbuslariga qarang, qanaqa siyosatlari, qanday ajoyib siyosat. Bahorimiz ham bir ajoyib keldi. Ob-havolarni qarang, qanday ajoyib. Tomorqadan unumli foydalansak, oilamizga yaxshi bo'ladi, daromad bo'ladi, bir ser daromad, ser davlatli o'zi yurtimiz shunaqa o'zi bir yaxshi serquyosh vatanimiz bu. Kimki o'zini hissasini qo'shsa sho'rga, o'zini tomorqasida ishlasa, bola chaqasiga o'rnak bo'ladi. Kelajakda bolalarimiz ham shunday anav qiladi. Mana bolajonlarimiz ham kelib bizlarga qo'shilib mana nihollar egayapti. Mana kelajakda shu niholni men ekkanman deb eslab yuradi bular ham. Tozalik bor joyda, saramjonlik bor joyda mehr oqibat, mehribonlik bo'ladi.
Mahalladagi har bir fuqaroning holatini aniq o'rganishda mahallabay, xonadonbay ishlash, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar, xotin-qizlar va yoshlarga maqsadli yordam ko'rsatishda ayollar daftari, yoshlar daftarining yo'lga qo'yilishi muhim qadam bo'ldi. Prezidentimiz ta'kidlaganidek, obod qishloq va obod mahalla deganda nafaqat ularning yo'li yoki qiyofasi yaxshilanishi, balki u yerda yashovchi aholining daromadi ko'payishi, ijtimoiy obyektlar to'liq ishlashi kerak. Eng asosiysi, haqiqiy obod mahallada tomorqalardan samarali foydalanish zarur. Buning uchun tadbirkorlar bilan maslahatlashib, kichik biznesni tashkil etish, yangi ish o'rinlari yaratish zarur. Sarflangan har bir so'm investitsiya odamlarimizga 3 baravar ko'p foyda keltirishi, ularning daromadini oshirishga xizmat qilishi kerak. Ha, albatta, bugun tumandagi Paxtakor mahallasining qaysi bir xonadoniga kirmang, tomorqada ekilgan ekinlar, mo'jazgina issiqxonalarga ko'zingiz tushadi. Albatta, bu jarayonlarni tashkil etishda mahalla mutasaddilariga yaqin ko'makchi bo'layotgan nuroniylar hayoti ibrat aslida. Nuriddin ota Mirzayev ham mana 7 yildirki limon yetishtirish bilan shug'ullanib, bugun o'z tomorqasida yana yangi issiqxona qurishga erishdi. Albatta, jarayonda mahalla bankerining qo'llab-quvvatlashi va imtiyozli kreditning o'z vaqtida ajratilgani ayni muddao bo'ldi. Erta bahorda otaxon yangi issiqxonaga pomidor, bodring, bulg'or qalampiri ko'chatlarini o'tkazmoqda. Yoshim 65 yoshda, Paxtakor mahalla Marjonli 49-uyda yashayman. Tomorqamda 3 sotiq bu yil mahalla ko'magi bilan imtiyozli kredit asosida 3 sotiqli issiqxona qurdik. Mana shu issiqxonamizga 300 dona buran navli ko'chat hamda runner navli va motrel navri yana 600 ta pomidor ko'chati hamda bulg'or pomidorlarini qurib tashladik. 200 ta bodring ko'chati. Jami mana shu 3 sotiqli issiqxonamizga 1000 dona ko'chat qurdik. Kecha kunduzda qurib, mana parvarishini davom ettiryapmiz. May oyining oxiriga hosilli ishga tushamiz. Birinchi bo'lib mana shu buran navli pomidorimiz pishib yetiladi. Bodringlarimiz 40 kun ichida hosil bera boshlaydi. Bundan tashqari mana limonlarimiz bor, 4 sotiq limonlarimiz bor, 50 dona limon daraxtimiz bor. Ularni ham birgalikda parvarish qilib turibmiz. Tomorqamizning ochiq maydonlariga, sotiq joyiga 120 kilogramm kartoshkani 1-fevral kuni ekkanmiz. Nasib bo'lsa, unib chiqish sharoitiga kutib o'tiramiz. Unib chiqadi yaqinda kartoshkalarimiz. Tajribada sinalgani, mana shu har yili 3 sotiq, 4 sotiq ekaman, 1,5 tonna hosil olamiz. Mana shu hozirgi shu kecha kunduzgacha o'zimizning tomorqadan chiqqan mahsulotimizni iste'mol qilib turibmiz kartoshkadan. Kartoshkamiz bu dehqonchilikdan bu dehqonchilikka baravar yetib keladi. Bozorda masalan iste'mol uchun biz kartoshka sota olmaymiz har yili. O'zimiz dehqonchiligimiz yetadi. Imtiyozlar kuchli hozir. Shu jumladan mana bizning mahallamizda ham katta imkoniyatlar berilgan. Qo'rqmasdan turib dehqonchilikni qilishimiz kerak. Mana 2 sotiqmi, 3 sotiqmi, 4 sotiqmi qanchaga o'zini oilasini kuchi yetsa issiqxona qilib foydalanish kerak. Hamma sharoitimiz bor. Mana hurmatli prezidentimiz hamma sharoitni yaratib berishgan O'zbekiston xalqiga. Mana 3 sotiq uchun men 40 million kredit oldim. Baraka topsin, mana banklarimiz, mahalla hokim yordamchilarimiz hammasi birgalikda shug'ullanib, menga 3 kun ichida kredit talqab berdilar. Men bir hafta ichida mana shu ko'rib turgan issiqxonalarni taxlab ekinga tayyorladim. Mana hozir shu kecha kunduzda hamma ekinlarimni ekib parvarish qilish vaqtidaman. Yildan yilga Nuriddin ota singari tajribali dehqonlar soni ortar ekan, har bir hududda obod va ko'rkam go'shalar, maftunkor maskanlar, namunaviy xonadonlar ko'payaveradi. Xalqimizning hayotga ishonchi ortib, yashashga, kelajakka intilishi yanada kuchaydi. Bir so'z bilan aytganda, obodlik bor joyda fayzu baraka, rivojlanish, tinchlik va to'kinlik bo'ladi. Paxtakorlik yana bir mehnat faxriysi Isoqul Ravshanov ham o'z tomorqasida yangilikka qo'l urib, uzumning noyob navlarini tajriba sifatida ko'paytirayotgan ekan. Bundan tashqari bu xonadonda asalari-yu chorva mollari ham parvarishlanadi. Yigirma sotik tomorqa. Shundan bir 3 sotik bog' qilingan, 60 ta uzum bor, asalarilar bor, mol bor, kartoshka ekkanmiz, sabzi, piyoz, chesnok. Shuni orqasidan endi daromad qilamiz-da. Mehnat qilgan hech vaqt kam bo'lmaydi. Harakat qilsangiz, bu yog'i bo'ladi. Uydagi kelin, bolalarim sota olinmaydi. Ziyotisini sotamiz, oilaga ishlatamiz. 150-160 kiloda asal oldik, ziyotisini sotdik, oilaga ishlatamiz. Bahorda o'rtalariga tog' tomonga olib chiqib ketish kerak. Mehnatdan qochmaslik kerak-da, o'shandagina bo'ladi. O'zi bo'ladi desangiz, darrov yo'qib ketadi. Qilgan ishingiz
samara bersa xursand bo'lasizda. Yurtimizda kechayotgan islohotlar samarasi, o'zgarishlar, bunga aholining munosabati, ularning kayfiyati avvalo mahallada aks etishi, mahallada sezilishi, mahalla yorug' yuzimiz va vijdonimiz ko'zgusiga aylanishi lozim. Shu bois Paxtakor mahallasi raisi Nodiraxon Elova ham hudud aholisiga tomorqadan samarali foydalanish bo'yicha o'zi shaxsiy namuna ko'rsatmoqda. Bizning Paxtakor mahallasida 1014 ta xonadon, 3882 ta aholi yashaydi. Mahallamizdagi har bir xonadonda hozir bahor mavsumidan foydalanib, obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla tamoyillarida mana dolzarb 1 oylik ketyapti. Mana shu dolzarb 1 oylik mobaynida targ'ibot ishlarini o'tkazyapmiz. Har bir xonadonlarda ekin ekish ishlari, tomorqalarni, xonadonlarni ozoda qilish, devorlarni oqlash, daraxtlarga shakl berish va oqlash ishlari tashkil etilyapti. Har bir xonadonga borsangiz, hozir ekinlar ekilgan. Ayollarimiz rayhon urug'larini qadash bilan, ekinlar ekish bilan shug'ullanib kelyapti. Mana o'zimni xonadonimda ham mana bir sutqil issiqxona tashkil qilganmiz. Ichida hozir kunda pomidor, bodring hamda bulg'or qalampiri ko'chatlarini ekdim. Mana o'zimda ham tomorqam bor. Tomorqamdan hamma qator samarali foydalanaman. Azaldan bizning o'zbek xalqi, ota-bobolarimiz dehqonchilik bilan shug'ullanishgan. Bu har bir kishining oilasiga baraka olib keladi. O'zimda ham shaxsiy tomorqamda mana juda 100 dan ziyod mevali daraxtlarimiz bor. 60 dan ziyod uzum ko'chatlari bor. Hozir mahallamizdagi har bir xonadonda tomorqa madaniyati bo'yicha ishlar olib borilyapti. Maqsadimiz har bir xonadondagi har bir xarij tomorqadan samarali foydalanib, aholini dasturxonlarini to'ldirish va qo'shimcha tomorqa qo'shimcha daromad olishlariga erishish. Hozir eng namunali dehqonlarimiz ustoz shogird an'anasi asosida boshqa xonadonlarga issiqxona sirlarini, tomorqa sirlarini o'rgatyapti. Bu bo'yicha seminarlar tashkil qildik. Hozirda Paxtakor mahallasini issiqxonachilikka ixtisoslashtirishni niyat qilganmiz. 52 ta issiqxonalarimiz bor edi. Hozirgi kunga qadar yana 74 ta issiqxonalar uchun imtiyozli kreditlar berildi. Har bir issiqxonada hozirgi kunda turli xil ekinlar ekilib, aholi foydalanyapti. Ha, bugun ana shunday tashabbuskor rahbar va mutasaddilar bor ekan, mahallada tinchlik, osoyishtalik, qolaversa obodlik hukm suradi. Birov vaqtida tomorqalardan samarali foydalanayotgan aholining farovonligi oshib, dasturxonlari to'kin bo'ladi. Navini Toshkent shahridan olib kelib ekdik. 1000 ta ko'chat olib keluvdik. 1000 ta ko'chatni o'zimiz issiqxonaga ko'paytirib, yana davom ettirdik ekishda. Hozir mana qulupnaylarimiz hosilga kirdi. Nasib bo'lsa, hosildan yaxshi daromad olsak kerak deb niyat qilyapmiz. Kelgusida ko'chatchilikda ham yo'lga qo'ymoqchi biza. Biza ko'chatni avgust oyida olib kelib ekuvdik. Mana hozir ko'chatimiz hosilga kirib, hosil pishib boshladi. Bozorda talab kuchli, qulupnayga xaridorlari ham ko'p. Uydan kelib olib ketyaptilar. Bozorga olib chiqarganmiz, uydan kelib olib ketyaptilar o'zlari. Nasib bo'lsa, supermarketlar bilan kelishsak, marketlarga topshiraveramiz. Issiqxonani qurganimizga mana 1 yil bo'lgan bo'lsa, daromadimiz yaxshi foydalanyapmiz. Daromad qilsa bo'ladi. Shug'ullansa bo'ladi shu narsa bilan. Uyda boshqa ishlar bilan ham shug'ullanamiz. Bekorchilikda issiqxona bilan shug'ullanamiz. Qishga mana tomchilatish usulini qilganmiz. Dori-darmonlari ham, suvi ham shu tomchilatish orqali ketaveradi. Suv behuda isrof bo'lmaydi. Imtiyozli kredit asosida qilingan issiqxonamiz. Ayni vaqtda tumanda yashil makon loyihasi doirasida ko'chat ekish ishlari ham samarali tashkil etilmoqda. Tashkilot korxona xodimlari bir yoqadan bosh chiqarib, belgilangan hududlarda mevali va manzarali nihonlarni qadab, yurt obodligiga o'z hissalarini qo'shayotgani quvonarli. Muhtaram prezidentimizning yashil makon loyihasi bo'yicha Navbahor tumanida 3 kilometr joyimizda
ho'l ekish ko'chatlar, gilos ekish jarayonlari olib borilmoqda. Bo'sh turgan yerlardan unumli foydalanish maqsadida tumanimiz hududidan ajratilgan yerlarda Inson ijtimoiy xizmatlar markazi, bolalar sport maktabi bilan hamkorlikda ko'chat ekish ishlari amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda nihol ekish yurtimizda yaxshi qadriyatga aylangan. Bu har bir o'sha O'zbekiston fuqarosi sifatida yashayotgan har bir xodimning an'anasi desak ham bo'ladi bemalol, chunki hammada o'zidan bir yaxshi nom qoldirgisi, yaxshi iz qoldirgisi kelganligi uchun yaxshidan bog' qoladi deganga o'xshab hamma o'zini mehnatini singdirib ayamay mehnat qilib kelishmoqda. Mana shuni xohlay ertaga mana meva tikib, chiroy ochgan paytda bir insonga zavq bag'ishlaydigan bir joy bo'lishini biz ham istab qolamiz. Tumandagi tijorat banklari mutasaddilarining ma'lum qilishicha, ayrim tomorqa egalari tomonidan issiqxona qurilishi uchun olingan qarzlarni muddatidan oldin so'ndirish harakatlari ham boshlangan. Fuqarolar yig'inlari tomonidan har bir xonadondagi tomorqalarda yetishtirilgan mahsulotlar miqdori, ularning sotilishi, aholining bundan olayotgan daromadlari ham qat'iy nazoratga olingan. Mahallalardagi hokim yordamchilari tomorqa egalarining yaxshi daromad qilishayotganini alohida e'tirof etishmoqda. Sifatli va mo'l oziq-ovqat mahsulotlar yetishtirish uchun mahallalarning bir mahsulot parvarishlashga o'tayotgani ham yutuqlar omili bo'lmoqda. Tumandagi Guliston mahalla fuqarolar yig'inida ham mahalla raisi boshchiligida ana shunday tashabbusli loyihalar keng qo'llab-quvvatlanayotganini ko'rish mumkin. Hududda istiqomat qiluvchi Otaxon Mardon Yo'ldoshev dastlab oddiygina qiziqish ortidan issiqxona qurdi. 3 yillik mehnat esa albatta o'z natijasini ko'rsatdi. Issiqxonada limon va boshqa sitrus mevalarini parvarishlaymiz. Ochiq maydonda pomidor, bodring yetishtiramiz. Yil 12 oy qilgan mehnatimiz evaziga to'q-to'kin yashayapmiz. Ro'zg'orimizning kami ko'stini bitkazayapmiz, deydi Otaxon. Men bu teplitsani qilishdan maqsad o'zim juda bir qiziqdim bunga. Hozir endi shu 3-yil bo'ldi. O'z mablag'im bilan qildim. Bolalarim yordam qildi. Lekin bu juda qishda kunlar juda ajoyib bo'lar ekanda. Manzara tashqaridan kirsangiz, endi ichidan chiqqingiz kelmaydi juda. Juda bir chiroyli, juda bir nima. Ichiga har xil zelenlar ekamiz mana. Ko'katlar ekamiz har xil. Mana qish bilan foydalandik, juda yaxshi. O'zim haqiqatan ham juda ham bir shundan quvondim, bahra oldim-da. Men hozir bundan ketdim 18 tum limon ekdim. 3-yil endi juda ham bu yil boshqacha bo'ldi haqiqatan ham. Mana kattalari mana 50 kilodan hosil berdi. To'g'risi 1 kilo ham sotganim yo'q. Qo'shnilarimga, og'aylarga, hamsiyalarga berdim. O'zim juda ham xursand bo'ldim-da qilgan ishimdan. Mana yoshlar keldi menga. Qanday qildingiz baba, qanday qildingiz deb. Olib kel limon daraxtlaringni olib kel, men senga hammasini ko'rsatib beraman deb nasihat beryapman, ko'rsatib beryapman. Yosh bolalar kelyapti, maktab o'quvchilari. Qanday qildingiz baba, bu zo'r bo'lar ekanki bu, sovuq urmaymi deb. Mana ustini ham 2 qavat qilganman, mana bitta pechka qurganman, o'sha issiqligi yetadi. Hozir o'zi yoshim 75 da, lekin hali charchaganim yo'q, to'g'risida. Ertalab turib issiqxonaga kiraman, bahra olib, to'g'risi juda ham quvonib ketaman-da. Alohida yana kengaytiraman, yana qilaman. Yaxshi qilsangiz, ustma-ustun qilaver ekansizda, yana daromad olib kelaver ekanda, to'g'risini aytsa. Juda ham bir quvonarli bo'lar ekanda. O'zbek xalqi azaldan yerga mehr qo'yib, farzandlarini mehnatga o'rgatib kelgan. Bu esa serhosil yerimiz daromad olishga, tomorqa bo'la turib undan samarali foydalanmasdan aholi ro'zg'orining butligiga erishish mushkul. Shu bois ayni vaqtda tomorqalardan oqilona foydalanishning yo'lga qo'yilayotgani yurtimizda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlab, bozorlarimizda narx-navo asossiz oshib ketishining oldini olayotgani, aholi tinch, to'kin va farovon turmush kechirayotgani ahamiyatli bo'lmoqda.